Assalomu alaykum barchaga. Biz Vayu Koreya bilan birgalikda Koreyada ta'lim loyihasini yo'lga qo'ydik va bizning birinchi sonimiz bu Hankook University of Foreign Studies universiteti haqida va unda o'qiyotgan o'zbek talabalar haqida bo'ladi. Marhamat, kuzatishda davom eting. Hankook University of Foreign Studies, ya'ni qisqa qilib xalq deb ketsak, bu universitet 1954-yilda tashkil etilgan bo'lib, Janubiy Koreyaning xorijiy tillar va xalqaro tadqiqotlar sohasida yetakchi universitetlardan biridir. Seulda joylashgan va Yongin shahrida qo'shimcha kampusga ega bo'lgan. Tilshunoslik, xalqaro munosabatlar va global boshqaruv sohalarida keng akademik dasturlarni taklif etadi. Ushbu universitet QS rankingida 2025-yilda 657-o'rinda qayd etilgan. Janubiy Koreyada xorijiy tillar va xalqaro tadqiqotlar bo'yicha eng yaxshi universitetlardan biridir. Universitet 40 dan ortiq tilda bakalavriat va magistratura dasturlarini taklif etadi. Jumladan ingliz, xitoy, rus, arab, yapon va boshqa tillarda. Universitetning o'quv kontrakt miqdoriga keladigan bo'lsak, u mahalliy talabalar, ya'ni koreyaliklar uchun yiliga 3 milliondan 6 milliongacha, chet ellik talabalar uchun bu har bitta semestriga 4 milliondan 7 million wongacha. Xo'p, talabalar uchun turli xil mukofot va til ko'nikmalariga asoslangan stipendiyalarni taklif etadi. Bu degani siz IELTS yoki TOEIC ingiz bo'lsa va siz keyingi yuqoriroq ball oladigan bo'lsangiz, universitet sizga ma'lum bir miqdorda pul mukofotlari beradi. Hozirgi kunda Xavsda taxminan 10 mingga yaqin bakalavriat talabalari hamda 2 mingga yaqin magistratura talabalari mavjud. Shularning taxminan 10% xorijiy talabalar hisoblanadi. Akademik dasturlar bo'yicha Xavs xalqaro munosabatlar, biznes, huquq va iqtisodiyot kabi sohalarda kuchli bakalavriat dasturlarini taklif etadi. Shuningdek, tilshunoslik dasturlarini ham. Ulardan ajralib turadigani bu magistraturadagi xalqaro va mintaqaviy tadqiqotlar magistrlik maktabi hisoblanadi. Xavsdagi talabalar hayoti, madaniy almashuv, til o'rganish va xalqaro munosabatlar bo'yicha ko'plab klublar va tashkilotlar bilan boy. Universitet film festivallari, xalqaro yarmarkalar va global konferensiyalar kabi madaniy tadbirlarni o'tkazadi. Xavsning taniqli bitiruvchilari orasida Olimpiada oltin medal sovrindori Kim Yona va turli diplomatlar, jurnalistlar hamda biznes yetakchilar mavjud. Bu Osiyoda xorijiy tillarni o'rgatish va xalqaro tadqiqotlar bo'yicha eng yaxshi muassasalardan biri bo'lib, diplomatiya, xalqaro tashkilotlar hamda transmilliy biznesda ishlashni xohlagan talabalarni jalb qiladi. Universitetning kuchli xalqaro aloqalari va dunyo bo'ylab 600 dan ortiq universitetlar bilan talabalar almashish dasturlari uning global nufuzini yanada mustahkamlaydi. Bu universitet haqida yana ham to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun biz bu yo'lda o'qiyotgan o'zbek talabalari bilan suhbat qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qilichbek, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlaringiz bilan. Bugun siz bilan biz shu Koreyaning Hankook University of Foreign Studies nomli universiteti haqida ozgina ma'lumot olmoqchimiz. Shuning uchun o'zingiz tanishtirsangiz birinchi. Xo'p bo'ladi. Avvalambor sizlarga ham rahmat. Kattakon shunchalik taklif qilganlaringga. Imkon boricha o'qishimiz haqida ma'lumot berishga harakat qilaman va menga va qolganlarga ham, tinglovchilarga ham chiroyli tarzda yaxshi ma'lumot bo'ladigan niyatdaman va albatta umid qilib qolaman. Xo'p, shaxsan o'zimga keladigan bo'lsam, meni ismim Bobirjon, O'zbekiston Farg'ona shahridan kelganman. 2016-yili til kursiga kelib, shu vaqt bo'lmaydi-da, hozirgacha Koreyada ta'lim olib kelaman. Til kursidan boshlab hozirgi vaqt davomigacha yaqin 10 yil mobaynida Koreyada yashab ta'lim olib kelyapman. Xosatan o'zimiz universitetga keladigan bo'lsak, o'zimizni Hankook Vede universitetida 4-kurs talabasiman. 4-kurs tamomladim. Hozirda qo'shimcha ballarim yetishmasligi sababli yana qo'shimcha bir semestr o'qish arafasidaman hozir. Boshladik. Xo'p, universitetdagi yo'nalishimga keladigan bo'lsak, meni birinchi yo'nalishim, ya'ni birinchi mejorim Kukche-Kyongyongakpa, ya'ni xalqaro biznes. Ikkinchi yo'nalishim ham bor, turk tili Ozarbayjon. Uchinchi yo'nalishim koreys tili tarjimonlik, ya'ni koreys tilidan o'zbek tiliga tarjimonlik sifatida. 3 ta fan olganligim uchun, 3 ta yo'nalishda olganligim uchun ozgina baholarimda yetishmovchilik bo'ldi. Tushunarli. Ajoyib. Siz hozir koreys tilida o'qiysiz demak bu yoqda. Ha, albatta.
lekin 10 yillik tajribangizga qaraganda ingliz tili bilan kelganlar haqida ham uncha ma'lumotingiz bor. Aha, tushundim. Shularni taqqoslab ko'rsak, ingliz tili bilan kelgan yaxshimi, koreys tili bilan kelgan yaxshimi va ingliz tili bilan kelganlar orasida qanaqa qiyinchiliklarni ko'rsak bo'ladi? Albatta, Janubiy Koreyaga kelishdan oldin men tavsiya bergan bo'lardim koreys tilida kelishlarini. Ya'ni bir davlatda o'zini ona tilini bilmasdan turib, ommalashgan, jahon talabiga javob beradigan til bilan kelgani bilan baribir Koreyani ichida o'zini xalqi bilan keyin turli xil joylarda muloqot qilyapti turganda har doim ham to'liq ingliz tilida muloqot qilinmaydi. To'g'ri, ingliz tilidan qachon qo'llaniladi? Bu faqat universitetlarda, rasmiy joylarda. Hozir ofislarda ham, universitetlarda o'zida ham, koreyan hayotida ham %100 koreys tili kerak bo'lyapti. Ha, tushunarli. Bu universitetga kelishdan oldin universitet haqida qanaqa bir o'zingiz xohlagan kutilmalaringiz bo'lgan va universitetga kelgandan keyin u unaqa narsa yo'q ekan deb o'ylagan narsa bo'lganmi? Ha. Universitetga kelishdan oldingi universitetdan olishim kerak bo'lgan tushunchalarim va u kelganimdan keyingi tushunchalarimni taqqoslaydigan bo'lsak, men Allohga shukr, alhamdulillah, universitetimiz haqida yaxshi tushunchada kelganman. Til o'rganaman, o'zimning sohamda yetuk bir tarjimon bo'laman degan niyatda kelgandim. Albatta o'zimga kerakligini oldim. Avvalambor hamma o'zini harakatiga qarab oladi. Universitet sizga bera olmaganini, kamchiliklarini siz o'zingiz izlanib to'ldirsangiz bo'ladi. Xosatan men universitetimdan juda ham mamnunman. Til borasida bizda Hangukbeda Koreya bo'yicha juda ham yuqori o'rinlarda turadi. Dunyo reytinglarida ham albatta o'ziga yarasha reytingi borligi uchun men bundan juda ham xursandman. Endi sizda hozir Koreya universiteti top universitetlar ko'p. Bilasiz, lekin aynan Hankuk universitetini tanlaganingizdan maqsad nima? Qolgan universitetlarda ba'zan muloqot qilaman. O'zimdan kattalar va kichiklar bilan muloqot qilib turganimda ba'zan chet elliklarni ayirish tushunchalari bor. Universitetda professorlar orqali yoki bo'lmasam talabalar orqali ozgina xatoliklar o'tadi. Biz ham buni to'g'ri tushunamiz. Shunaqa holatlarni kuzatganligim sababli Hanguk-Vede universitetida bunaqangi narsalarni kuzatmadim hech. Chet elliklarga iliq munosabatlar, professorlarni ham yaxshi tushuntirishlari, odam ajratmasliklari, hamma ilm uchun kelgan degan tushunchalari menga juda ham yoqqan. Shu bois universitetimdan juda ham mamnunman. Juda ham ajoyib. Hattoki o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, bir professorimiz bor, ozarbayjonlik. Deyarli haftaga 2-3 kun shu yerda peshkom yurib, o'zimiz suhbat quramiz. Universitetda atrofida juda ham yaxshi, muomalasi yaxshi va har safar u yaxshi advice'lar beradida o'zimizga. Shunaqa. Keyingisi universitetni bitirgandan so'ng nima ish qilmoqchisiz? Qanaqa rejalaringiz bor? Hozirda universitetni tamomlash arafasidaman. Alloh nasib qilsa, yana shu o'zimizning universitetimizda magistr yo'nalishini ham tamomlasam degan niyatim bor. Chunki o'zimizdan universitetimiz magistratura kreditimiz turli xil stipendiyalari, turli xil yutuqlari borligi hisobidan ham, keyin men istagan yo'nalish borligi, xalqaro aloqalar bo'limi borligi uchun yana universitetimda magistrni tamomlab, ana undan keyin o'zimni mutaxassisligim borasida chiroyli bir ishni planlashtirib turgan vaqtim hozir. Juda ham ajoyib. Hozir bilsangiz juda ham ko'p o'zbekistonlik talabalar Koreya davlatiga kelmoqda o'qish uchun. Aynan qaysi abituriyentlarni imенно bizning universitetimizga topshirmasligiga tarafdorisiz? Shu o'qish mobaynida turli xil talabalarni ko'raman, uchrataman, boshqa qilaman. Endi hamma universitetlarga ham, aynan bizning universitet desak ham to'g'ri bo'ladi, lekin qolgan universitetlarga ham Koreyaga qaysi inson qaysi niyatda qadam qo'yishdan qat'iy nazar, o'qish borasida o'qishmi, ish borasida ishmi, ana shu mutaxassislik, ya'ni ana shu tushuncha bilan, kirib kelishidagi tushunchalari bilan oxirigacha bosishlarini tarafdori bo'lardim. Ya'ni bizning universitetda urovni juda ham baland, misol uchun. Ko'p borasida, ko'p joylarda kuzatib boraman, talabalarimiz o'qimaydi. Bu narsalar ko'p kuzatiladi. Hamma kuzatadi baribir.
Men ham shu borasida kuzatganligim sababli ko'p o'qimaydi, professorlar bilan yaxshi munosabat qilmaydi. Chunki bu narsalarni keyinchalik o'zini hayotida qiyinchiliklarga duch bo'lishini hali tushunmaydi. Chunki yangi kelganidan bir dunyodan ikkinchi dunyoga 7-8 soat mobaynida o'zgarib qolganligi uchun mana ba'zi tushunchalari hech ozgina oqsaydi. Ishonamanki, ular ham yaxshi tushunchada qolishadi degan umiddaman. Bizani universitetga keladigan bo'lsak, imkon boricha o'qiyman degan, harakatchan, izlanuvchan, zehnli odamlarni kelishini tarafdori bo'lardim. Nimaga? Agar bizani universitetda talabalardan, ya'ni O'zbekistondan keladigan talabalardan qoniqish kam bo'ladigan bo'lsa, qolgan talabalarga ham ta'sir qiladi. Vaholanki biz universitet qolgan universitetlarga ham albatta ta'sir qiladi. O'qiyman degan odamlarni qiyin vaziyatlarga solib qo'yish ehtimoli juda ham yuqori. Demak, hozir aynan o'qiyman deb kelganlarga masalan ko'pincha ishlash bilan o'qishni birga olib ketish juda qiyin bo'lib qoladi. Part time job, ya'ni haftada 20 soatlik qonuniy ishlar bilan universitetni birga olib ketish. Ularga nima degan bo'lardingiz? Iloji boricha o'sha financial stability, ya'ni o'zi o'zbekchaga nima bo'lardi? O'zbek tilida iqtisodiy tomon. Iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lgan talabalar kelgani yaxshimi yoki baribir oddiy oiladan bo'lsa ham kelib ozgina o'sha 20 soatlik ishini ishlab nima desam ekan, universitet o'qish bilan ishni birga olib ketsa bo'ladimi? Ha, albatta olib ketsa bo'ladi bu narsani. Misol uchun hammani oilaviy sharoiti har xil bo'ladi. Ko'pincha izlanuvchan bolalar ham pastdan yuqoriga chiqishda juda ham intiladi, misol uchun. Xosatan shaxsan o'zimni hayotimda ham xuddi shunday bo'lgan. Misol uchun men ham ota-onam imkonlari yetgancha, sharoitlari ko'targungacha, shu davrgacha ko'tarib kelishdi. Bundan bag'riga olib ketishlik har bitta talabani o'zida. Ham o'qib, ham ishlasa bo'ladi. Bizani Janubiy Koreya davlati ishlama, faqat o'qi demaydi. Har tomonlama yordam beradi, talabani tushunadi. Turli joylarda qonuniy ishlasangiz bo'ladi. Noqonuniy ishlashni tavsiya qilmayman. Talabalarga ham o'zi ishlash kerak bo'lgan holatlari bor. Servislarda, turli xil shoxobchalarda chiroyli ishlasa bo'ladi. Zavod, fabrikalarda mumkin emas bu narsalar. Turli xavfli, misol uchun bino qurilishlarida, unaqa joylarda ishlashni tavsiya qilmasdim. O'qishni ham ishni ham olib ketsa bo'ladi. O'qish paytida ozgina kamroq ishlab, ta'til paytida ko'proq ishlasa bo'ladi. O'qish jarayoni o'zi hisoblasangiz 3,5 oy bo'ladi xolos. Yana 2,5 oy, 3 oy ta'til bo'ladi. Shu davrda keladigan kontraktlarini, keyin finansniy tomonlarini, oilaviy sharoitlari ozgina oqsagan bo'lsa, oilalariga chiroyli tarzda yetkazsa bo'ladi. Imkonlari borsa, o'qish davrida chiroyli bilimlarini, zehnlarini olishlarini tarafdori bo'lardim. Chunki bu kerak bo'ladi. Aynan hozir именно bu ishni ham ingliz tili bilan kelganlar topa olmaydi. Shuning uchun koreys tilini o'rganib kelgan yaxshiroq, osonroq topadi. Albatta. Ishlarda ham, misol uchun ko'p kuzataman. O'zimni tengqurlarim ham hozir juda ham chiroyli joylarda ishlashadi. Xalqaro bo'limlarda ishlashadi. Ingliz tili bilan topshirishgan, lekin ular ham koreys tilida muloqot qilishadi. Qalay ishda ingliz tilidan foydalanyapsanmi? Yo'q, rasmiy holatlarda foydalanamiz, lekin har doim koreys tili kerak ekan. Deydi, bu holatlar, bu attanglar u ancha vaqt o'tib ketgandan keyin seziladi ishga kirganda. Lekin albatta koreys tili va yana koreys tili. Albatta. Va hozir o'zbek segmentida Koreyaga kelmoqchi bo'lgan talabalar orasida ko'p munozaraga sabab bo'layotgan mavzu qizlar kelishi haqida Koreyaga o'qish uchun. Nima o'zingiz qizlar kelishi haqida men yaxshi tomondaman, misol uchun ijobiy qabul qilaman. Jamiyatimizda xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, ilm izlanyaptimi, albatta yo'l ochib berish menimcha yaxshiroq. Imminni bu insonni yoki buni kelmasin yoki boshqa qilmasin deyish yo'q. Endi ularni qaysi tushunchada kelishlari muhim. Endi biz ularni qaysi tushunchada kelishini bilmaymiz. Kimlardir haqiqatan ham ilm izlab keladi. Kimlardir bir yangi dunyoni ko'rgisi keladi. Yana kimlardir turli xil orzu-niyatlar bilan keladi. Ishonamanki, juda ham ko'p talabalarni ko'rdim shu vaqtda. Hammasini tushunchasi har xil. Kimlardir ishlayman, kimlardir o'qiyman, kimlardir ham ishlab, ham o'qiyman. Otamga, onamga yordam beraman degan holatlar bo'ladi. Qizlarimizni kelmasin demayman, faqat yaxshi niyatda, yaxshi holatda kelishsin va ana shu niyatlarida doim sobit bo'lishlarini tarafdoriman. Chunki ota-onalari ishonib,
aka ukalar ishondimi, o'sha ishonchlarini oqlashni xohlayman. Hamma ham bir xil bo'la olmaydi. O'qimaydi yoki bo'lmasam yaxshi yurmaydi, baqa kelsa o'zidan ketadi, dunyoqarashi o'zgaradi degan tushuncha endi kimlargadir qanaqangi. Albatta endi chet dunyoga chiqdimi, albatta hammaning tushunchasi o'zgaradi. Lekin yaxshi tomonga o'zgarishni tarafdoriman. Hozirgi aytib o'tgan 10 yillik Koreyada istiqomat qilish vaqtim ham o'ziga xos turli tuman sarguzashtlarga boy davr bo'ldi. Men kuzatganimda ham juda ham achinarli holatlar bo'ldi. Qizlar borasida ham ba'zi bir holatlarda juda ham xursand bo'laman. Singillarim bor, misol uchun, o'zimning do'stlarim bor. Xosatan shu universitetimizda o'qiydigan Jumaniyoz va Shoira degan qiz mani guruhdoshim bo'lgan. Hozir O'zbekistonga qaytishib, juda ham katta yutuqlarga erishdi. Men o'zim kunda muloqotlashib turamiz. Mana shu qizlarni misol qilib aytadigan bo'lsam, bular haqiqatdan ham ilm olishdi, izlanishdi, qiyinchilik bo'lsa ham o'ziga kerakligini olishdi va natijasi juda ham chiroyli bo'ldi. Mana shunaqangi yuradiganlar bo'lsa, men juda ham xursandman. Kelsin, ilm olsin, o'zimiz vatanimizga borib, yaxshi kelajakda poydevorlari bo'lishini tarafdor bo'lardim. Tushunarli. Shu borada qizlar orasida o'tgan safar bir kishini aytganingiz, PhD yoqlagan juda yosh. Shu haqda ham aytib bersangiz, baribir endi qizlar ko'plari o'zgaradi, yomon tomonga deyiladi ko'p joyda, lekin juda ham yaxshi o'zini tutdi. Masalan, universitetda ham eng yoshlardan biri adashmasam, yosh borasida PhD yoqlaganlar. Boya biroz oldin aytgan Jumaniyoz va Shoira degan o'zimni tengqurim, ham do'stim, ham maslahatdoshim. Mana shu universitetimizda PhDni yoqladi yaqinda. Diplom ishlarini oxiriga yetkazadi, ilmiy ishlarini. Shu vaqt davomida men uni shaxsiy hayotini ham, misol uchun finansiy tomonlarini ham, hamma tomonini kuzatdim. Qiyinchilik albatta bo'ladi. Haqiqiy qiyinchilikdan matonatli chiqib ketgan yosh qizlar, yosh o'quvchilar deydigan bo'lsa, men albatta shu qizni ko'rardim. Men mana shu qizni misolida qolgan qizlarga aytgan bo'lardimki, o'qinglar, izlaninglar. Ular qilgan narsani sizlar ham qilsalaring bo'ladi. Bu dunyo o'tkinchi. Ilmni olaylik, keyin vaqti kelganda uni sarflaymiz. Ya'ni biz bu vaqtni hozir juda ham oltindan-da qimmat davrimiz. Bundan buyog'iga hayot qiyinlashadiki, hech qachon oldingidaqa yengil hayot bo'lmaydi. Ilm bo'ladigan vaqt bo'ladi. Mana shu Shoira degan do'stim ham juda ham ajoyib tarzda o'qishlarni yakunladi. Mana hozir O'zbekistonda xalqaro bo'limda ishlayapti. Finansiy tomondan ham juda ham a'lo, kompaniyani qabul qilishlari ham juda ham a'lo. Hammasidan juda ham mamnun. Ham oilasini bag'rida, ham o'zini yurtida yanada erkin, emin bo'lib yuribdi. Koreyadan olgan bilimlarini o'sha joyda qo'llaganidan juda ham xursand. Qolganlar shunaqangi qizlardan o'rnak olishni tarafdori bo'lardim. Bulardan kichkina singillar ham bor. Ular ham albatta juda ham yaxshi ketishyapti. Misol uchun ko'p muloqot qilaman. Yaxshi yurgin, yomon yo'lda yurmagin. Kimlardir orzu-havaslarga berilsa, sen unaqa qilmagin. Otang, onang, akang, opa-ukalaring senga ishonib turibdi. Sen ularga ishonchi bo'lasan. Ana ulardan keyin kimdir xonadoniga borsang, chiroyli bir beka bo'lasan. Senga biz muhtojmiz, ya'ni ilming kerak bizga, jamiyatimizga ilmli talabalar albatta kerak. Hozir o'zingiz bilasiz, zamon o'zgargan, hamma sun'iy intellektga va turli xil narsalarga intilgan davrda. Biz shunaqa narsalarga intilmasak, yosh talabalarimiz oddiy yengil hayotga o'rganib qolyapti. Shuning uchun faqat ilm. Tushunarli. Mazmunli suhbat bo'ldi deb o'ylayman. Agarda o'zingizdan yana bironta qo'shmoqchi bo'lsangiz, bemalol. O'zimdan qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsam, hozirgi yangi keladigan talabalarga, misol uchun va kelganlarga juda ham katta orzu-havaslarga berilishmasligini talab qilgan bo'lardim yoki so'rab ham qolgan bo'lardim. Ya'ni hamma narsa siz ko'rgandek bo'lavermaydi. Misol uchun kimlardir dramalarda ko'rgan bo'ladi, yana kimlardir turli xil saytlarda yoki bo'lmasa kimlardan eshitgan bo'ladi. Oylik muncha topyapman, bunaqa qilyapman. Yo'q, u narsalarning negiziga qiziqishlarini so'rab qolgan bo'lardim.
Koreyagami, boshqa davlatgami, qaysi davlatga borishdan qat'iy nazar safarga chiqishdan oldingi qiladigan niyatingiz va mana shu niyatga qarab harakat qilishlaringizni so'rab qolgan bo'lardim. Koreya judayam imkoniyatlarga boy davlat. Harakat qilib bu davlatdan o'rganib oladigan vaqtimiz va O'zbekistonga qaytsak chiroyli yaxshi kadr bo'lib oilamizga, mahallamizga, qishlog'imizga, yurtimizga manfaatli odam bo'lamiz degan umiddaman. Albatta biz hozir o'qishimiz kerak. Shu narsalar xolos. Rahmat kattakon. Suhbatimiz O'zbekistondagi abituriyentlarga juda ham manfaatli, foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Inshaalloh. Sizga ham rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Kattakon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun biz ikkinchi intervyumizni Koreya davlatiga ingliz tilida ta'lim olish uchun kelgan talabamiz bilan boshlaymiz. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Avvalo assalomu alaykum. Ismim Abrorjon Azimbayev. Yoshim 21 da. Hozir Hanguk University of Foreign Studies'da o'qiyman. Yo'nalishim xalqaro munosabat desak bo'ladi, lekin International Studies. Hozir 3-kursda o'qiyman, 2-semestr. 1 yildan keyin xudo xolasa o'qishni bitiramiz. Juda ham yaxshi. Bu yerga ingliz tilida kelgansiz va koreys tilida o'qitiladigan fanlardan ko'ra ingliz tilida o'qitiladigan fanlar qanchalik qiyin? Shularni bir aytib ketsangiz. Xo'p, yo'nalishimizdagi hamma darslar ingliz tilida bo'ladi. Lekin o'zingiz bilasiz, shu yo'nalishimizda universitetni tugatish uchun faqat yo'nalishimizdan emas, boshqa yo'nalishlardan ham darslar olish kerak. Bu degani bu koreys tilida darslar ham ko'p, juda ham bir 60 kreditcha, 34 kreditcha chiqadi-da. O'shaning uchun sal qiyinroq bo'ladi. Men 3-kursgacha faqat yo'nalishimizdan olganman. Boshqa yo'nalishlardan o'shaning uchun endi boshladim. Hozir qiyinligini ko'ryapman. Koreys tilidagi darslarni. Xo'p, koreys tilini bilmasdan turib faqat ingliz tili bilan universitetni bitirish qanchalik real? Sal qiyinroq savol, chunki o'zimiz ham hozir koreys tili unchalik yaxshi emas. O'shaning uchun o'ylaymanki, bitira olaman, chunki Haqida majburiy fanlar bor, ha? Shu majburiy fanlar bor. Bu 6 kredit liberal artsdan olish kerak, majburiy. Undan tashqari bu 34 kredit ham olish kerak-da. Lekin bitta yo'nalish bor, o'sha liberal artsdan 6 kreditli. Undagi darslar hammasi koreys tilida bo'ladi. Unga topic minimum 3 kerak bo'ladi tushunish uchun. Hozir shu semestr oldim, sal qiynalishlar bor endi. Baribir ingliz tili bilan kelamizmi, boshqa til bilanmi? Koreys tili bilmasdan. Baribir Koreyada o'qiyapmiz, koreys tilini bilish shart-da. Xuddi shunday. Bilishimcha siz bu yerga konsalting bilan kelgansiz va kelishingizdan oldin qanaqa bir o'zingizni universitetdan kutilmalaringiz bo'lgan? Qaysi biri shu ro'yobga chiqdi yoki qaysi biridan siz nima desam ekan, mazza qilolmadingizmi? Konsaltingda endi bir necha universitetlarni taklif qilishgan, Koreyadan tashqari boshqa davlatlarni ham. Bu universitetni o'zi tanlaganim sabab o'qishim bo'yicha endi internetlarda o'qidim. Universitetimiz xalqaro munosabatlar bo'yicha o'zi birinchi o'rinda turadi, chunki birinchi bo'lib ochilgan Koreyada, endi eshitishim bo'yicha. O'shaning uchun tanlagan edim. Bilimlar oldim, yaxshi ustozlar bilan gaplashishga imkoniyatim bor. Har xil mavzularda. Undan tashqari tanishlar, o'rtoqlar orttirdim. Eng muhimi shu deb o'ylayman. Universitetni 1 yildan keyin bitiraman dedingiz. Bitirgandan keyin nima ish bilan shug'ullanmoqchisiz? Qanaqa planlaringiz bor? Hozircha planlarim bu universitetni bitirgandan keyin endi ko'p odamlar menga tavsiya berishdi. Bu O'zbekistonga borib, agar shu o'zimiz yo'nalishda ishlayman desang, bu ishni ertaroq boshlab, ishni o'rganib, ko'rib, keyin o'zlari sizga shu magistraturaga ham yoki PhDga ham jo'natishadi-da, agar davlat ishida ishlayman desangiz. Hozircha planlarim shu. O'zim bilishim bo'yicha ingliz tilida Koreyada o'qiyman deb kelayotganlarni bir 100% emas, endi 70 yoki bir 60%lariga konsaltinglar aytishadiki, borasan, 2 yil o'qiysan va undan keyin Amerikaga sразу перевод qilasan, juda oson bu deyishadi. Endi hozir bilib turibmiz, bu yoqda hozir siz bilganlaringizdan nechtasi shunday qila oldi?
man bilmasam kerak bunaqa odamlarni universitetimizda. Endi bo'lishi mumkin, endi hech kim bilmaydi bunaqa odamlar, balkim bo'lishi mumkin. Men bilishim bo'yicha yo'q, mani tanishlarim, o'rtoqlarim orasida yo'q bunaqa odamlar. O'zi to'g'risini aytsa, bakalavrda o'qiyotganda universitetimiz yaxshi deb o'ylayman. Bakalavr uchun, magistratura uchun shu o'zingiz xohlagan davlatga bemalol borib o'qisangiz yaxshiroq. Bu universitetga o'zbekistonliklardan faqat ingliz tilida o'qimoqchi bo'lsa, bizning yo'nalish, ya'ni International Studies'ga kela oladi. Yo'q, ba'zi yo'nalishlar bor, International Economics yoki ingliz tili bo'yicha shu dars berish yoki yana nima yo'nalish bor. Oldin biznes bo'lardi, hozir 50-50 ham darslari kars tiliga o'zgartirilyapti. Ya'ni ingliz tili fanlar baribir kamayib ketyapti. Ha. Shu va boshqa sabablarga ko'ra aytadigan bo'lsak, kimlarni bizlar universitetga kelmasligini tavsiya berasiz? Kim kelmasin? Endi to'g'ri tushunish kerak. Ba'zilar endi imkoniyati yo'q, boshqa bor. Shu Koreyaga kelib ishlayman, pul topaman deb kelishi mumkin. Uni biz bilmaymiz. O'shaning uchun to'g'risini aytaman, agar shu maqsadingiz shu bo'lsa, maslahat bera olmayman, chunki universitetimiz xususiy hisoblanadi. Kontrakti 4 million, hozirgi vaqtda 4 million 200 ming won bizning yo'nalish bo'yicha. Agar davlat universitetlarini qarasak, mana SNU Koreyada deganlari bor. Ularda 2 million magistraturani narxini aytyapman men bizning yo'nalish bo'yicha 2 barobar past. O'shaning uchun shunaqa odamlarga maslahat bera olmayman. Keyin bo'ldi shu menimcha. Shu men ham ayta olamanki, o'sha 4 million degani 8 million yiliga. To'g'ri, o'zini qoplasa bo'lar, lekin baribir uyga yuboraman deb, masalan, bu yoqqa kelgunicha 5-6 ming qarzga kelish xato deb o'ylayman men uni. Shunaqa, chunki har semestr 4 milliondan bu degani 8 million berishingiz kerak. Ishlasangiz ham baribir na o'qishga qara olasiz, na ishga qara olasiz yaxshi. Tem bo'lib koreys tilini bilmaymiz. Shunaqa. Ha, bo'lmasa rahmat kattakon intervyu berganingiz uchun, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Sizlarga ham rahmat, xursand bo'ldim. Mayli, bo'pti aka.